Uloq, ko'pkari chopish dinimizda qanday qaraladi? Bismillah, alhamdulillah, va salatu va salam ala sayyidina rasulillah. Albatta, insonni jismoniy chiniqtiruvchi, jismoniy kuch beruvchi, tabiiy ravishda mana shu badan tarbiya bo'ladigan narsa bilan shug'ullanishlikdan dinimiz qaytarmagan, balki targ'ib qilgan. Kuchli mo'min kuchsiz mo'mindan yaxshiroqdir deganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Allohning huzurida. Mana shu e'tibordan mashg'ulotlar, otga minib bo'lsa ham mana shu mashg'ulotlarni o'tkazish va uni mana bunday o'yin shaklida qilishlikka ulamolarimiz misol ruxsat beradilar. Faqat u yerda masalan mukofot, pullar qo'yilgan vaqtda nozik tarafi qimor shakliga kelib qolmaslik kerak. Uchinchi taraf berish kerak. Qaysi biri misol yutsa, o'shanga men mukofot beraman desa, shu ot choptirib kelib bir narsani olib o'sha ko'rsatilgan joyga olib borib qo'ysa, unga mukofot berilsa, mayli joiz. Lekin o'zlari pul yig'ib turib bittamiz yutib ketamiz desa bo'lmaydi. U qimor ma'nosiga aylanib qoladi, joiz emas. Yana bu yerda shariatni odob axloq chegaralaridan chiqmaslik kerak. Bir-birini urib tashab, qamchilarda bir-birini uradigan holatlar bor, bir-birini haligi so'kadigan holatlar bor. Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, joiz emas. Ya'ni bir ishga ruxsat berishgan vaqtda u ishni o'zi joiz bo'lsa ham qo'shimcha tarafdan har xil haligi bir-biriga zarar yetkazadigan holatda bo'ladigan bo'lsa, u haligi odamlarga gunoh olib kelib qoladi. Masalan, otlarni qiynab, otlar yura olmaydigan holatga kelib charchab qolganda ham yana niqtab urib uni qiynab haligi tashlasa, u narsa endi baribir hayvonga nisbatan zo'ravonlik. Bu narsalarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Undan tashqari bitta narsa bor. Tayyor bir Allohning ne'mati bo'lgan uloq deydi o'zi asli. Uloq degani echkini so'yib turib, keyin shuni oyoq osti qilinish holati bor-da. Mana shuni ham agar to'g'rilash kerak bo'ladi-da. Shuni boshqa bir narsani qo'yib turib, shuni olib talashib olib kelish holati bo'ladigan bo'lsa, mana shuni qilsa, yana ham yaxshi bo'ladi-da. Shu narsalarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Ulamolar mana shu narsani ta'kidlaydilar. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, sof, ya'ni insonni quvvati, insonni kuchi, insonni badan tarbiya, ya'ni jismoniy quvvatiga sabab bo'ladigan nega e'tibordan bunga ruxsat beriladi, lekin mana bu chegaralardan chiqmaslik kerak, aytilgan narsalarga rioya qilish kerak bo'ladi. Vallohu a'lam.